Bismillah, uyimizga kirib olishimiz bilan bizani mana shunaqa juda ham katta, огромный prixoj zona kutib oladi. Qo'linlarimizga e'tibor bering, sagniki juda ham qimmat bahosidan ustiga chiqib ko'rsalaringiz, maza qilasizlar. Mana bu barglarimizga e'tibor bering, dekorativniy ishlovlar berilgan. Bu tomonam lyustralarimiz bejirim, super mo'yishi aboy. Uyimiz ikki tomonlama idealniy proyektiga ega. Qani keling, bir boshdan biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu yoqda bizani detskiy xonamiz. Adashmasam 270 ga 7 chiqadi. 7 bemalol mana o'rtadan 4 ta farzandingiz bo'lsa, bitta 2 etajlik divancha, bu yoqdan bitta 2 etajlik divancha, ikki tomon rozetkaga dars qiladigan joy va mana bu yoqqa shkaflar bilan to'ldirib bersangiz, farzandlaringiz 4 talasi ham chiqadi. Bu yoqda ham yumshoqqina qo'linlar, super mo'ysha, bu juda chiroyli qilib qo'yilgan. Elita pardalar, patologlarimizga e'tibor berasiz. Juda yaxshi ta'mirlangan, yaxshi MDF romlardan o'rnatgan ekanlar oppoq qilib. Men sizlarga o'z o'zbeklarning hammasiga yoqadigan joy mehmonxonamizni ko'rsaman. Buni qarang. Aboylarimizga e'tibor bering. Bu qo'linlarimiz ham sagniki dedilar, hammasi original. Mana bu mexki mebel 16 kishilik. 16 kishilik mexki mebel juda ham katta. Zalimiz 720 ga 3 chiqadi bemalol. Patologlarimiz gipsokarton natijnoy bejirim lyustralar qilingan. Bu yoqda 16 kishi o'tirib biladi. Yog'ochlariga e'tibor bering. Maza deydi-ku mexki mebellar. Mana bu yoqda dekorativniy TV zona qilingan. Qo'linlar, laminatlar, uyimiz qisqacha qilib aytganda premium sifatda ta'mirlangan, juda yaxshi sanuzel xonalarimiz, razdelniy dushovoy kabinalar qilingan. Mana bu yoqda steralniy uchun joylar tashab ketilgan. Dushovoy kabina, endi bu yoqqa vitrajni nimasini o'zlari oladilar dedilar. Oynalar, rakvinalar yaxshi smestitlar, yaxshi kafillardan ishlatilgan ekan. Даже mana uklonlarigacha juda e'tiborli bo'ldik dedilar. Undan keyin bizning unitazimiz bo'lyapti. Unitazimizni ko'rishingiz mumkin. Coco brendidan Ariston uchun joy, rakvina uchun ham joylar qilingan, teplый pol qilingan. Sanuzelimiz, mana bu koridorimiz va oshxonamiz teplый pol. Men sizlarga oshxonaga bitta ideya beraman. Oshxonamizga kirishimiz bilan mana buni qarang. Mana bu yoqda bemalol o'tirib choy ichadigan zona yaratsangiz bo'ladi. Oshxonamiz ikki tomonlama qilingan. Egalarining aytishlari bo'yicha bu yoqda xolodilnik bo'lsa, ayollarimiz u boshdan bu boshga yugurib yurmaydilar. Mana shu zonani o'zida hamma ishlarini bitiradilar. 3 etajlik juda yaxshi kuxna bor, gazvichkalar o'rnatilgan, duh konturli katyollari ishlab turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Duh konturli katyollari ishlab turibdi. Plast romlarda o'rnatilgan jalyuzi kuxni oshxona qismimizga umuman gap bo'lish mumkin emas. Hamma joylar super mo'yishi aboy. Undan keyin ko'radigan joyimiz bizning spalni xonamiz, kattalar yotoqxonasi. Bu yoq ham anchagina katta mashina. Mana bu gilamni qarang. Prosta maza qiladigan joydan ayiqni terisiga o'xshaydigan juda yaxshi gilam. Undan keyin mana bu yoqda duh spalni mebelimiz qilingan, bejirim lyustra, super mo'yish aboy, ikki xil aboyni kombinatsiya qilingan spalni joyi alohida. Mana bular ham yonadi dedilar, faqat stiker olib kelib o'rnatish dedilar. Undan tashqari svitilniklar ham mavjud. Qisqacha qilib aytganda uyimiz ikki tomonlama prey juda yaxshi, pastki qavatda, 3-qavatda joylashgan. Sharq Al-Maktum narxiga keladigan bo'lsak, $71,900 ga baholanadi. Ya'ni kelib bemalol savdo qilish imkoniyatiga egasiz. Pastda nomer qoldirdik, tez aloqaga chiqing.